Assalomu alaykum xo'roz ishqibozlari. Mana Bog'dod tumani Amrobod qishlog'ida Xurshidbek xo'rozlarini ko'ryapmiz mana. Oladiganlar bo'lsa sotiladi ham mana. Xurshid bu nechta kilo endi bu? 5 kilo bo'ladi-da. 5 kilo hozir. Mana Xurshidbek. Assalomu alaykum, akalar, yaxshimisizlar, sizlar? Xo'rozlar ko'raverasizlar. Bu qanaqa sotilaveradi? Bunisi qanaqa zot, Xurshid? Bilyotgan-a u. Mana hammasini. Mana ichini ko'raverasizlar. Shunday chiroyli qilib qo'yishdi. Mana bu yerda qushlarimiz ham bor ekan. O'zini ham tanlab. Mana bunisi. Odam çok edi bu. Bular yoshlari. Ha, ular yoshlar. Bitta bosib yotibdi yana. Nima qilyapti? Mana ulardan ko'rsatib qo'yaman. Ha, bu 7 kilodan oshiq. Bular ikkalasi 7 kiloga bor edilar. Bular 5 kilodan ekan mana 3ta 5 kilodan bo'ladi. Ana mana Jo'ja. bu jo'ja ekan. Xolasının jo'jalari ham bor mana. Jo'jalardan gapni shundan. Suvetlarni ham. Xurshid, bularni boshlang'ich narxi qanchadan bular endi? Boshlanishda $200 dag'danda. $200 dag'dan, svetlari ham bor ekan. Eng marazmi nice. Kobra. Ha, kobra bu mu?